Alhamdulillah, oshpazlar ko'rib turganlaringizdek hojilarimizni iftorliklarini suzishyapti. Bu quyug'i, bu suyug'i. Mana bu yerda talon degan narsa bo'ladi. Har bitta olgan odam o'zini belgilab ko'rsatib qo'yadi. Men ovqat oldim deb. Sababi kimdir ovqatsiz qolib ketishi mumkin, lekin bizda unaqasi bo'lmaydi. O'sha qachonki mana bu yerda qo'l qo'yadi, haqiqatan oldim deb belgilaydi, ana keyin bular uyiga, boshqa joyga ketadi. Bo'lmasam eng oxirgi odam ovqat yemagungacha bular hech qayerga ketmaydi. Salatlarni ko'rib turibsizlar, salatlarni keragicha olishgan, mevalar ham bor, olmasi bor. Bu yoqda mana bunaqa turli xildagi salatlari bor. Bu yoqda non, suv va akamiz ham xizmatda. Non, o'zbekcha nonlar, suvi, mana bu yerda choy, bitta choydan tashqari kofe, suqoy malako, shakar, bitta termos, ikkita termos. Ikkalasida ham suv bor, ishlab turibdi. Bugun 18-mart kungi holat.